Kvartiramni ijaraga bermoqchiman. Ba'zi qo'shnilar norozi. Bu qanchalik to'g'ri? Kommentariyada shunaqangi savol kelibdi. Aslida bu ko'pchilik ijaraga bermoqchi bo'lgan odamlarning savoli hisoblanadi. Xo'p, bu savolga qonunan javob beradigan bo'lsam, kvartirangizni ijaraga berayotganingizda aslida qo'shnilardan rozi yoki noroziligi so'ralib o'tirmaydi. Bu yuridik kuchga ham ega emas. Qachonki ularning e'tirozlari ko'rib chiqilishi mumkin, ushbu qoidabuzarliklarga ijarachilaringiz yo'l qo'yadigan bo'lsa, ya'ni birinchi qoidabuzarlik bu aholini tinchini buzadigan bo'lsa, o'sha yerda yashaydigan qo'shnilarga kechki soat 23:00 dan ertalab soat 6:00 ga qadar baland ovozda tadbirlar yoki qanaqadir tug'ilgan kun yoki qanaqadir janjallashishlar bo'ladigan bo'lsa, unda qo'shnilarning e'tirozlari ko'rib chiqiladi. Ikkinchi sababi esa kvartirangizni noturar joy sifatida foydalanib kelishsa, o'sha yerdan qanaqadir noqonuniy ofis yoki qanaqadir xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanishsa yoki repetitorlar o'tishi mumkin kimdir. Unda bunda ham ko'pchilik qo'shnilarni podyezdga har xil odamlarni, begona odamlarni kirib kelishi tinchini buzadi. Bunda ham qo'shnilarning e'tirozlari ko'rib chiqiladi, ya'ni profilaktika inspektorlari yoki ichki ishlar boshqarmasi tomonidan uyingizda tekshiruv o'tkazilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab esa o'sha har bir ko'p qavatli uylarni o'zini podyezi bo'ladi. Podyezida o'sha yerda zarar yetkazsa, ya'ni umumiy mulk hisoblanadi podyezlar. O'sha umumiy mulkka zarar yetkazadigan bo'lsa ham bunda qo'shnilarning e'tirozlari ko'rib chiqiladi. O'zi aslida nima qilish kerak? Qo'yayotgan ijarachilaringizni nima ish qilishini, qayerda ishlashini shularni so'rab olib, ularni kvartirangizga joylashtirganingiz ma'qul. Yana bitta narsani aytib o'tirgan bo'lsam, agarda ijaraga berayotgan bo'lsangiz kvartirangizni, qo'shnilarni bir og'iz ogohlantirib, ya'ni qo'shni mana shu uyga ijarachilarni qo'yayapman, oilaviy yoki studentlar mana shuncha muddatga turadi deb aytib, ularning nomerini olib, doimiy aloqada bo'lib tursangiz, ular yuqoridagi qoidabuzarliklarni qilgan taqdirda ham ijarachilaringiz birdaniga uchastkavoyga emas, sizga telefon qilishadi. Bu esa sizga yaxshi, ya'ni ularni ijarachilaringizni telefon bilan ogohlantirib qo'yishingiz mumkin yoki birdaniga chiqarib yuborishingiz mumkin. Qo'shnilar bilan yaxshi muomalada bo'lganingiz yaxshi.